O'zbekistonda tug'ish yoshidagi ayollar o'limining ikkinchi sababi qaysi kasallik tufayli ekanligini bilasizmi? Bachadon bo'yni saratoni. Mamlakatimizda har yili 900 nafardan ortiq ayol ushbu kasallikdan vafot etadi. O'zingizni ushbu kasallikdan qanday himoya qilishni bilasizmi? Bachadon bo'yni saratonining asosiy sababi inson papilloma virusidir. Bu juda keng tarqalgan virus bo'lib, 200 dan ortiq turlarni, shu jumladan saraton rivojlanishiga sabab bo'luvchi turlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga infeksiyaning o'zi butunlay simptomsiz bo'lishi mumkin va ayollar ko'pincha o'zlarining kasalligi haqida faqat so'nggi bosqichlarda bilishadi. Odam papilloma virusiga qarshi o'z vaqtida, ya'ni 9 yoshdan 14 yoshgacha emlash, kelajakda virusning xavfli turlari bilan infeksiyani oldini olishda deyarli 100% ga samaralidir. Uning samaradorligi vaksinani olgandan keyin bir necha 10 yillar davom etadi. Shuning uchun odam papilloma virusiga qarshi emlash bachadon bo'yni saratonining samarali va xavfsiz profilaktikasi hisoblanadi. O'zbekistonda ushbu vaksina milliy emlash taqvimiga kiritilgan va qizlarga 9 yoshdan boshlab qilinadi. Chunki aynan shu yoshda vaksina eng kuchli immunitetni ta'minlaydi. Odam papilloma virusiga qarshi vaksinaning nojo'ya ta'siri bormi? Boshqa vaksinalar va dorilar singari ushbu vaksina ham yengil yondosh ta'sirga olib kelishi mumkin. Qizarish, shishish yoki inyeksiya joyida og'riq kabi. Ba'zida qizlar bosh og'rig'i, yengil isitmadan shikoyat qilishlari mumkin. Ushbu holatlar odatda bir kundan ortiq davom etmaydi va ular xavfli emas. Odam papilloma virusiga qarshi vaksina reproduktiv funksiyaga ta'sir qilishi mumkinmi? Yo'q, klinik sinovlar, shuningdek vaksina joriy etilgandan keyin o'tkazilgan xavfsizlik monitoringi vaksina ayollarda bepushtlik yoki boshqa reproduktiv disfunksiyani keltirib chiqarmasligini tasdiqladi. O'z sog'lig'ingizni asrang, vaqtida emlaning. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun 1327 kol markaziga murojaat qiling yoki emlash.sanepid.uz saytiga tashrif buyuring.